Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz sizlarga o'tgan darsimiz mavzusi o'nliq kasr. O'nliq kasrni o'qish va yozish. Oddiy kasrni o'nliq kasrga, o'nliq kasrni oddiy kasrga aylantirish. Qani undaqda marhamat darsimiz boshlaylik. Endi o'nliq kasr degan nima? Boshdan biroz to'xtab o'taylik. O'nliq kasr deb maxriji 10, 100 1000, 10 000 şuna bo'lgan kasrni o'nliq kasr deb aytadi. Aytaylik 10 dan 3, 100 dan 27, 1000 dan 59, 10 000 dan 231, 100 000 dan 17 ve şununla o'xshash kasrlarni o'nliq kasrlari deb aytamiz. Endi bu o'nliq kasrlarni bizda o'nliq bo'lgich orqali mundaq ixcham turda yozishga bo'ldi. O'nliq bo'lgich deb bu butun va kasr bo'ligini ayirib turadigan peshni aytamiz. Aytaylik, shu 10 dan 3 ni biz 0,10 dan 3 deb yozsak bo'ldi. Yani bu peş belgisi bu onluk bölgüç. Peki onluk ayrılış desek bolu. Bu nima ayırıp berdi? Onluk kesir bölügü bilen hem kesir bölügü bütün bölügünü ayırıp iz berdi. Yani bunu kıskaça okuluşu 10'dan 3. 10'dan 3. Bunu muştak okuldu. Kılındakta biz o addi kesirlerini onluk kesir arkalık yazıp göreylik. Yeterlik buna bir kesir besneli 100'den 27. Bu bizde onluk kesir. Onluk kesirin boğanca məxrici 100. Bunu yazımız 0,100'den 27. Eğer bizge 1,100'den 27 de berilgen olsa biz bunu yazımız 1,100'den 27 deb yazımız. Aytaylik 100'den 7. Bu qanday yazılı? 0,100'den 7. Eğer 2,100'den 7 berilgen olsa 2,100'den 7 bunda yazıladi. Yani 10'dan degan vaqtida bizda maxrijida 1 0 bor dursa. O'qilish qarab biz ayrilishimiz kerak. 10'dan deganda 1 0 bo'lsa, demak peshdan faqat bir talla son yozildi. 100'den degan vaqtida bizda 2 0 bor 100 degan sonda. Demak peshdan 2 raqam yozilishi kerak. Mana 100'den 7 2 0 bor, peshdan 2 raqam yozilishi kerak. 7 ni yozamiz. Yana bir o'rinimiz orasiga 1 0 ni tirkab yozamiz. Agar biz buni mundaq yozgan bo'lsak, bu qana o'qiladi 0,10'dan 7 deb o'qiladi. Bu bizda xato. 100'den 7 bo'lish uchun orasiga 1 0 tirkaymiz. Chunki 100 degan biz 2 0 bor, demak peshdan 2 raqam bo'lishi kerak. Mana kelasi bundaq hisobni yozib ko'raylik. Aytaylik 1000'dan 23. Bu qanday yozildi? 0,1000'dan 23. Mana 1000 degani biz 3 0 bor, peshdan 3 raqam bor. Eğer biz bunu 7,1000'dan aytaylik 9 bo'lsa, buni qanday yazamiz? 7,10 bizde 1000 degan 3 raqam bo'lishi kerak. 9 ni 1 ni yazsak biz durust bo'lmaydi. 1 0 yozib, en 9 yazsamchi, umi durust bo'lmaydi, chunki bizda 3 raqam bo'lishi kerak. Endi 1 0 ni yozib, ondan keyin bunda yazamiz. Shu o'qilishi 7,1000'dan 9. Endi aytaylik 3,1000'dan 231. Bu bir dilde yazılı 3,1000'dan 231. Mana bunda yazılı. Endi yazıp bakaylik 10,000'dan aytaylik 2. 10,000'dan 2. Bu qanday yazılı? 0,. Hozir 2 ni yazsam bu 10'dan 2 bo'lib qoldi. Endi 2 ni yazsam bu 100'dan bo'lib qoldi. Endi 2 ni yazsam bu 1000'dan bo'lib qoldi. Shuning uchun andagi 2 ni yazaman. Bu şurada mana 0,10,000'dan 2. Nima ishga deganda biz 10,000 degan biz 4 0 bor.
To'rttal raqam. Demek 5'ten kimi to'rttal raqam bo'lishi kerak jami. Aytaylik 3,10 mingdan 23. Bu qanday yazılı? 3,5 23 yazmam bu yoq. 1 0 tirkab, endi 23 ni yazsam, menda 3 raqam bo'lib qoldi. Yo'q. 2 0 tirkab 23 deb yozmam. Mana 4 tal 0 ma, demek 4 tal raqam bo'lishi kerak. O'qilishi 3,23, to'skachisi 10 mingdan 23, 3,10 mingdan 23. Endi 3,10 mingdan 537 ni qanday yozmam? 3 butun endi 537 yozib qo'ysam, meni 3 raqam bo'lib qoldi. Meni qancha raqam bo'lishi kerak? 4 raqam bo'lishi kerak. 4 tal 0. Shu 1 0 tirkab 537 deb yozmam. O'qilishi 3,10 mingdan 537. Qani undaqda endi biz onluq ulush razryadlarini ajratib olaylik. Bizde bundaq son berildi. 127,100 mingdan 45,236. Bu yerdeki bizde modu 127 sani, bu 127 sani, bu bizde bütün bölüge. Bütün kısmı desek mi oldu? Yani ketok, bu töt şu, bu töt sani, peştinkin birinci turdu töt, peştinki birinci sani bu onluk ülüş razriyadi deymiz. Razriyadi. Töt. Andikin 5 sani şu. Eğer bizde yalğızla töt berilgen bolsa, mundaq berilgen bolsa biz qana oqatıq? 127,10'dan 4 dep oqatıq. Endi bizde 5 sani qo'shildi. Yani biz qana o'qiymiz buni? 127,100'dan 45. Şu sebepten bu peştin keyin ikkinchi o'rin turgan san, bu bizde yüzlük ulush razredi. Rede biz qo'yib qisqartib. Kelesi bizde 2. Onluq, yüzlükki qanaqa razred mangdı? Manglık ulush razredi. Şunda bu 2 manglık ulush razredi bo'ldi. Eğer bizge mushu 2gacha yozilgan sonlar bo'lgan bo'lsa, biz qana o'qitdik? 127,1000dan 452 deb o'qitdik. Kelesi bizde bu 3. Qaranglar, onluq, yüzlük, minglik, andiki mangdı 10 minglik. 10 minglik ulush razredi. Qisqartib yozdim. Eğer bizde bu 3 kishi yozilgan bo'lsa, biz nima o'qitdik? 127,10 mingdan 4523 deb yozdik. Kelesi bizde 6 sani bu 100 minglik. 100 minglik ulush razredi. O şu sebepten bu inde bokuldu 127,100 mingdan 45,436 deb okuldu. Bu salı asli davamlaşıp keliverdi. Bu 100 minglikla to'xtab qolmaydi. Milyondan 10 milyondan 100 milyon. Ben sizlarga misol uchun shu 100 minglik ulush razredini ko'rsatdim. Endi qaranglar. Aytaylik, mushu san ama aytaylik bu raqam 0, bu raqam 0 bo'lsin deylik. U chaqda bizde o'qilish babi 100 mingda bo'lib qolaverdi. Chunki peshdagi 4 tal raqam, 5 tal raqam yozilgan. Endi bu bizde onluq ulushi 4. Onluq ulush razredi 4. Bu yüzlük ulush razredi qancha bo'ldi? 0 bo'ldi. Ya'ni yüzlük razred ulushi yo'q desak bo'ldi. Kelesi bizde minglik ulush razredi 2. 10 minglik razred ulushi 0. Lekin yo'q desak bo'ldi. Hozir buni misollar yozganman, mesela tushuntirib ketmay. Shunda biz razredlar to'g'ri qilib ajratib oldik. Endi bizga bundaq sonlar beribdi. Bu sonlarni razredlik ulush va razredlar bo'yicha qo'shimcha turda yozaylik. Qana yozamiz? Teng. Bütün qismi 3 qo'shilgan. Bizde peştekin onluq ulush başlandırırsın. Onluq ulush bo'lgan uchun şu sebepten 0,10'dan 6 deb yazsak bo'ldi. Yani 3,16 ni teng 3 qo'shilgan 0,16 deb yazsak bo'ladi. Kelesi bizde
3 bütün 136. Bunu qana yazımız? 3 qoşulgan. Bizde onluk ülüş razredi 3 bolğanlıqda 0 bütün 3. Kelesi yüzlük ülüş razredi 6. Şu sebepten 0 bütün 100'den 6 dep yazımız. Qarama. Onluk razred, onluk ülüş razredi 0 bütün 10'dan 3 dep yazıldı. Yüzlük razred ülüşü 0 bütün 100'den 6 dep yazıldı. Kelesi bize 3 bütün 100'den 7. 3 qoşulgan onluk ülüş razredi bize 0. Demek bunu yazmasak mı oldu? Kelesi bu 7 bize yüzlük ülüş razredi. Şu sebepten 0 bütün 100'den 7 dep mundaq yazımız. Kelesi 3 bütün 1000'den 457. Demek bunu 3 qoşulgan onluk ülüş razredi biz 4. Şunun için 0 bütün 10'dan 4. Qoşulgan 5 bu bizde yüzlük ülüş razredi. Şu sebepten 0 bütün 100'den 5 deyimiz. Qoşulgan 7 bu bizde mınlık ülüş razredi. Şu sebepten biz 0 bütün 1000'den 7 dep mundaq yazımız. Kelesi 3 bütün 1000'den 507. 3 qoşulgan bu bizde onluk ülüş razredi 5. 0 бүтінден 5 деп yazımız. Qoşulgan yüzlük ülüş razredi 0. Demek bunu taşlap geçsek oldu. Kelesi bu bizde 7 mınlık ülüş razredi. Şu sebepten 0 bütün 1000'den 7 dep mundaq yazımız. Kelesi biz sanda 3 bütün 1000'den 7 deydi. 3 qoşulgan onluk ülüş razredi 0 yazmayımız. Yüzlük ülüş razredi 0 onu mu yazmayımız. 7 bu bizde mınlık ülüş razredi. Şu sebepten 0 bütün 1000'den 7 dep muştaqlı yazsak hesabımız bana duruz kelip çıkıdı. Kelesi tushundirdigimiz bizning onluk kesirini addiy kesir qana aylantiramiz. Bizde 16 bütün 10'dan 4 berilsin deyli. Bunu qana yazımız. O'qilishi 16 bütün 10'dan 4. Demek 16 bütün 10'dan 4 dep bundaq yazımız. Endi qaranglar. 10'da 4 sani biz 2 qisqartqılı bo'ldi. Bütün qismini tegmaymiz. Her iş kelsin 2 qisqartimiz. 10'ni 2 qisqartsam 5, 4'ni 2 qisqartsam 2. Demek 16 bütün 5'ten 2. Biz nima qildik? Onluk kesirini addiy kesirga nima qildik? Aylantirdik. Kelesi 7 bütün 100'den 25. O'qilishi 7 bütün 100'den 25. Demek yazilishi 7 bütün 100'den 25. Teng. Bütün qismini tegmaymiz. 100 bilan 25 sani her ish kelsa 25 ga qisqaradi. 100 ni 25 ga qisqartsam 4 dan tegadi. 25 sani 25 qisqartsam 1 dan tegadi. Demek cevabı 7 bütün 4 dan 1. Kelesi 4 bütün 100 dan 46. Bunu qanday yazamiz? 4 bütün 100 dan 46. 100 bilan 46 sonlari jup son bo'lganlikdan her ish kelsa 2 qisqaradi. 2 qisqartsam 46 2 qisqarsam 23. 100'ni 2 qisqarsam 50. Cevabı 4 bütün 50'den 23. 2 bütün 100'den 55. 2 bütün 100'den 55. Neymiş ki 100'den dep okutma? Çünkü 5'nikin 2 rakam yazılgan. Şundak o. Demek bu 100 bilan 55 sonlari her iş kelsa 5 qisqaradi. Bütün kısmı tegmaymiz. 5 qisqarsam 11, 5 qisqarsam 20. Şuna cevabı 2 bütün 20'den 11. 3 bütün 10'dan 7. 3 bütün 10'dan 7. Bu son muştaq yazılı. Hiç qanday songa nima qilmaydi? Qisqarmaydi. Kelesi sonimiz 4 bütün 100'den 75. Aytaylik. Bunu yazımız 4 bütün 100'den 75. Endi o'ylaymiz. 100 bilan 75 soni qancha qisqaradi? 100 bilan 75 soni 25 qisqaradi. 25 qisqartsam 3 dan tegadi. 100 ni 25 qisqartsam 4 dan kelib tegadi. Endi aytaylik bundaq bir son alaylik. 3 bütün 1000'den 6. Tamam. O yazılışı 3 bütün 1000'den 6. Endi bu sonlar her ish kelsa 2 qisqaradi. Demek 3 bütün 2 qisqartsam 3, 2 qisqartsam qancha bo'ldi? 500 bo'ldi. Endi aytaylik 3 bütün 1000'den 15 soni berilsin deylik. 3 bütün 1000'den 15 deb yazıldı. Her ish kelsini 5 qisqartsak bütün qismini tegmaymiz albatta. 5 qisqartsam 3, 5 qisqartsam 200. Mana shundan bilan bolalar biz onluk kesirlerini addiy kesir qilib aylantirdik. Kelesi bizning o'rgandig'imiz addiy kesirni onluk kesirga qanday aylantiramiz. Endi bundaq bir to'liqtiruvchi ko'paytgichlar yodlab olsanglar bo'ldi. 2 bilan 5, 4 bilan 25, 8 bilan 125, 16 bilan 625. Yoki buni do'stlar deb yodlab olsanglar, bekmi o'ng'ay bo'ldi.
2'nin dostu 5, 5'nin dostu 2. 4'nin dostu 25, 25'nin dostu 4. 8'nin dostu 125, 125'nin dostu 8. 16'nın dostu 625, 625'nin dostu 16. Endi hem andikin eğer keyinde 0 bolsumu şu dost öz piç kalıyordu. 20'nin dostu 5. 200 bolsumu 200'nin dostu 5. Bu 0 hiç kandak qanaysa bulağa dostlaşışığa hiç qanday bir qarşılıq bildirmeydi. Yani 2000 bolsumu bunun dostu qancha 5. İtaylık 250 bolsumu onun dostu 4. İtaylık 2500 bolsumu onun dostu 4. Ya ki İtaylık 40 bolsumu onun dostu 25. 400 bolsumu onun dostu qancha 25. Qil bundaq muş dostlarni yatlab olmasak, tövendi kesirlerini onluq kesirge aylandıraylar. İtaylık 2'den 1. 2'den 1'ni onluq kesir qana aylandırırız. 2'nin dostu qancha 5. Demek qancha bo'ldi? Biz 2 bilan 1'ni 2'nin dostu. Bu yerda asosiy qaraydiganimiz maxrijiga qaraymiz. 2'nin dostu qancha 5. Demek 2'ni 5 ko'paytma, 1'ni 5 ko'paytma. Teng. 2'ni 5 ko'paytsam 10, 1'ni 5 ko'paytsam 5. Ega teng 0,10 deb bundaq yozamiz. Aytaylik, kelasi bizda 20'dan 3. Teng. 20 bu 0 hech qanday e'tibor olmaymiz. Ya'ni qancha qilib biz 2. 2'ning do'sti qancha 5. Demak 20 ni ko'paytimiz qancha 3 ga, kechirsa 5 ga. 3 ni ko'paytimiz qancha 5 ga teng. 20 ni 5 ko'paytsam 100, 3 ni 5 ko'paytsam 15 teng 0,115 deymiz. Aytaylik, kelasi bizda 200'dan 1. 4,200'dan 1. Tamam. 4 öz piç kaldı. 200. 2 0 var. 2 0 yok dep o'ylaymiz. Qancha bizda 2. 2'ning do'sti qancha 5. Demek 200 ni yazımız. Ko'paytimiz qanchaga 5 ga. 1'ni yazımız ko'paytimiz 5 ga. Tamam. 4,200 ni 5 ko'paytsam 1000. 1'ni 5 ko'paytsam 5. 4,1000'dan 5 yazilishi 4. 3 tal 0 bo'lgandan keyin 3 tal raqam bo'lishi kerak. 5 ni yazma, 1 raqam bo'lib qoldi, 2 raqam bo'ldi, 3 raqam bo'ldi. Mana 4,1000'dan 5. Kelasi aytaylik 5,4'dan 3. Tamam. 4'ning do'sti qancha 25. Demak 5 ni yazma. 4'ning do'sti 25 shu do'stligini ko'paytma. Suratini maxriji qancha ko'paytgan bo'lsam, shunchaga 25 ga ko'paytma. Tamam. Butun qismini tegmaymiz. 4'ni 25 ko'paytsam 100. 3'ni 25 ko'paytsam 75. Tamam. 5,100'dan kechirsa 5,100'dan 75 deb bundaq onluq kesir turda yozildi. Kelasi aytaylik 5,25'dan 7. Tamam. 25. 25'ning do'sti qancha 4. Demek 5 ni yazımız. 25 ni yazımız. 25 do'sti qancha 4. 4 ko'paytdik. Demek suratini 4 ga ko'paytamiz. Tamam. 5 butun bizda 25 4 ko'paytsam bizda qancha bo'ldi? 100 bo'ldi. 74 ko'paytsam 28 bo'ldi. Demek 5,128 yazilishi 5,128 deb bundaq yozildi. Kelasi aytaylik 1,8'dan 3 teng. 1 ni yazma, 8 yazma. 8'in do'sti qancha 125. Ko'paytma 125 ga. Demek 3 ni ko'paytma 125 ga. Teng. Aytaylik 1,8 125 ko'paytsam 1000. 3 ni 125 ko'paytsam 375. Demek 1,1000'dan 375. Aytaylik kelasi bizda son 2,40'dan 7. Teng. 40 deganimiz u bizga boyaqi 4. Bu 0 ni e'tiborga olmaymiz. 4ning do'sti qancha 25. Demek 2 yazma, 40 ni yazma. Ko'paytma qanchaga 25 ga. Demek 7 ni ko'paytma 25 ga. Teng. 2 ni yazamiz. 40 ni 25 ko'paytsak 1000. 7 ni 25 ko'paytsam 175. Teng. 2,1000'dan 175. Shunday do'stlar, bizim qildik oddiy kesirlarni onluq kesirga aylantirdik.
Endi yana bir qismini qaytalab aytay. Bizde 2 bosimi do'sti 5, 5 ko'paytimiz. 20 bosimi 5, 200 bosimi 5, 2000 bosimi nima qilamiz? 5 ga ko'paytiramiz. Yana 5 ning keyini 0 yozilsa, 50 bosimi 50 ni 2 ko'paytimiz. 500 bosimi 2 ko'paytimiz. 5000 bosimi 2 ko'paytimiz. Bu yerda eng asosiy qaraydigan qayeri maxrijiga qaraymiz. Mana maxrijiga, surtiga emas, maxrijiga. Chunki o'nliq kesir deb maxriji 10, 100 1000 bo'lgan kesirni aytamiz. Shu sababli biz maxrijini qanday qilsak 1000 ga, 100 ga, 10 ga nima qilishimiz kerak? Aylantirishimiz kerak. Kelasi esa bu suratning qanday qismi bo'yalgan? Biz ko'ryapmiz 4 ga bo'linibdi. Qancha? Bir qism bo'yaldi. Demak, bu 4 dan 1. Chunki 4 ga bo'lib bir qismini oldik. Endi bu 4 dan 1 ni biz o'nliq kesirga aylantirgani bo'ldi. 4 ning do'sti 25. 4 ni 25 ko'paytimiz. 1 ni 25 sana ko'paytimiz. Bizde 100 bo'ldi. Surtida 25. Yani bu 0,125 deb bundaq o'nliq kesir turida yozildi. Demak, biz buni 4 dan 1 deb oddiy kesir turi desak bo'ldi. Yoki 0,125 deb o'nliq kesir turida yozsak bo'ladi. Bu suratdagi A ve B cheklarning koordinatini topaylik. Uning uchun biz qaraymiz. Qaranglar. 1 bilan 2 ning oraliq necha birlik bor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 birlik bor ekan. Demak, endi A chekdi qancha birlik turdi? 1, 2, 3. Demak, 1,10 Bunu biz qanday yazsak bo'ldi? 1,13 deb buni yozamiz. Demak, A chekning koordinatasi 1,13 ga teng. Kelasi B chekdi shu. Qaraymiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chekit turdi. Demak, biz buni 1,18 deb yozamiz. Yoki 1,18 deb o'nliq kesirga yozilib bo'ldi. Demak, B chekning koordinatasi 1,18. Kelasi. Bu tektor bo'lg'ini qanday qism bo'yalgan? Qaraymiz. Qanchaga bo'linibdi? 5 ga bo'linibdi mana. 1, 2, 3, 4, 5. 5 qismining 3'ü nima qildi? Bo'yaldi. Demak, bu 5 dan 3 qismi nima qildi? Bo'yaldi. Endi bu 5 dan 3 ni o'nliq kesirga aylantiraylik. 5 ning do'sti qancha? 2. Demak, 5 ni ko'paytimiz 2 ga, 3 ni ko'paytimiz 2 ga teng. Maxriji 10 bo'ldi, surati 6 bo'ldi. Demak, 0,16. Demak, bu tektor bo'lg'ining 0,16 qismi bo'yalgan. Kelasi bu hisobimizda bu o'lcham birliklarni 3 santimetrni metr qana aylantiramiz. Uning uchun biz 1 metr qancha santimetr bor? 1 metrda 100 santimetr bor. 100 dan 3 metr deb hesab bo'ldi. Yoki 0, qancha? 100 dan 3 metr deb santimetr aylantiramiz. Kelasi 3 santimetr detsimetr aylantiraylik. Onun için biz 1 detsimetr qancha santimetr bor kelgan ismimizni tushunishimiz kerak. 1 detsimetrda 10 santimetr bor. Mana detsimetr deb yozamiz. Demak, 10 dan 3 yoki qancha bo'ldi? 0,3 detsimetr. Kelasi aytaylik. 237 santimetrni metr aylantirish kerak. Demak, biz bu 237 santimetrni 100 ga bölüşmemiz gerek. Sebep 1 metrede 100 santimetr bor. Shunda qo'y. Teng. Biz 237 100 ga bo'lsak 2,137 kelib chiqadi metr. Demak, 2,137 kechirsa 37 metr deb bundaq yozg'ili bo'ladi. Kelasi aytaylik. 3 millimetrni metrga aylantirish kerak. Aldı bilan biz 1 santimetrda qancha millimetr bor? 10 millimetr bor. Kelasi endi metr aylantirish uchun 1 metrda bo'lsa qancha? 100 santimetr bor. 1 santimetrda 10 millimetr bo'lsa, 1 metrda mushtaq 10 millimetrni 100 til bo'lsa, demak 1 metr deymiz bu 1000 millimetrga teng. Demak, biz millimetrni metr aylantirish uchun buni qanchaga bo'lamiz? 1000 ga bo'lamiz. 1000 dan 3 metr deymiz. Yoki bu teng 0,1000 3 nima metrga teng. Kelasi aytaylik 3 kilogramni tonnaga aylantirish kerak. Uning uchun 1 kilogram qancha 1 tonnada qancha kilogram bor? 1000 kilogram bor. Mana tonna. 1 tonnada 1000 kilogram bor. 3 ni surati yozamiz. 0,1000 dan 3 tonna deb yozsak bo'ladi.
Eytaylık 30 kilogram bolsuçu. 30 kilogram bolsun şundaqla 1000'dan 30 dep yazıldı. Ama bu yerda 30 bilan 1000'ni özara qisqartib etsek bo'ldi. Yani qancha 10'ni qisqartamiz. 10'ni qisqartmayla, yani 1 0 bilan 1 0 hesab etsek bo'ldi. 100'dan 3 tonna bo'ldi yoki bu 0,103 tonna deb yazsak bo'ldi. Eytaylık 500 kilogram tonna aylantirish kerak. 1 tonnada 1000 kilogram ba 500 sürt yazımız. Teng tonna durusma? Teng 205 2 hesab etsek 10'dan 5 qoldi. 0,15 tonna deb yazsak bo'ldi. Keleside biz bularni metrlarga 2 metr 3 santimetr. Buni qanaysa bo'ldi 2,3 metrda bir dil yazsak bo'ldi. Chunki 1 metrda 100 santimetr bor. Shu sababdan 100'dan 3. Kelesi bu 2,136 metr. Kelesi bu 2,1 metr. Endi muşu 2 metr 3 santimetre decimetr kanallanırımız. Onun için biz bilişimiz gerek 1 metrda qancha decimetr ba? 10 decimetr ba. 2 metrda 20 decimetr bol. Demek bu 20,10'dan 3 decimetr bo'ldi. Nimishki 10'dan 3? Sebep 1 decimetrda 10 santimetr bak. Şu sebepten 10'dan bo'ldi. Shunday hurmatli do'stlar, bugungi bizning darsimiz tamomlandi. Barlarga diqqatinglar ko'pni-ko'p rahmat. Mush dars bo'yicha qanaqdir bir o'yinlar, fikringlar bo'lsa, asta kommentariy yozib qo'yishinglar bo'ldi. Bo'pti, xo'sh, sog' salomat bo'linglar.